Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodniy Slova gazetalarining jahon kundalik dasturi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan hududlar va atom elektr stansiyalari ustidan nazorat masalasini muhokama qilmoqchi. Bu haqda Oq uy rahbari jurnalistlarga ma'lum qildi. Reuters xabariga ko'ra, Tramp seshanba kuni Putinga qo'ng'iroq qilmoqchi. Menimcha, biz hududlar haqida gaplashamiz, elektr stansiyalari haqida gaplashamiz, chunki bu katta masala, degan Oq uy rahbari. Shu o'rinda uning qo'shimcha qilishicha, aktivlarni taqsimlash bo'yicha Moskva va Kiyev bilan muzokaralar olib borilmoqda. Siyosatchi shuningdek dam olish kunlarida ko'p ish qilingani va Ukrainadagi mojaroga barham berish imkoniyati borligini ta'kidladi. Payshanba kuni kechqurun Rossiya prezidenti Moskvada Oq uyning maxsus vakili Steve Uitkovni qabul qildi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aniqlik kiritishicha, Trampning vakili Ukraina bo'yicha qo'shimcha ma'lumot bergan. Rossiya yetakchisi esa o'z navbatida amerikalik hamkasbiga ma'lumotlar va qo'shimcha signallarni yetkazgan. Buyuk Britaniya Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar sifatida qo'shinlarni kiritishni rejalashtirmoqda. Ularning ushbu mamlakatda qolish muddati cheklanmaydi. Bu haqda Times gazetasi Buyuk Britaniya hukumatidagi manbaga tayanib yozmoqda. Bu uzoq muddatli majburiyat bo'ladi. Biz yillar haqida gapiryapmiz. Bu tinchlik kelishuvini saqlab qolish va Rossiyani tiyib turish uchun zarur, deb yozadi nashr. Gazetaning ma'lum qilishicha, bir qancha davlatlar, jumladan Buyuk Britaniya, Fransiya, Turkiya, Kanada va Avstraliya Ukrainaga 30 minggacha askar yuborish rejalarini muhokama qilmoqda. Shu yilning 6-mart kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya Ukrainaga xorijlik tinchlikparvar kuchlarni joylashtirish masalasida murosaga kelish imkoniyatini ko'rmasligini aytdi. Uning qayd etishicha, postsovet respublikasiga xorijiy kontingent yuborilsa, G'arb davlatlari tinch yo'l bilan tartibga solish shartlari bo'yicha kelishishni istamaydi. Chunki bu harbiy xizmatchilar joylarda faktlar yaratadilar. Avvalroq Bloomberg agentligi Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 37 davlatni o'z xohish-istaklari deb ataladigan koalitsiya Ukrainaga tinchlikparvar kuchlarni joylashtirishga va Kiyevga xavfsizlik kafolatlarini berishga tayyor davlatlar guruhini yaratishga urinayotgani haqida xabar bergan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning ta'kidlashicha, tinchlikparvar kuchlarni yuborish faqat ma'lum bir mojaro taraflarining roziligi bilan mumkin. Uning fikricha, Ukrainada bunday kontingent haqida gapirishga hali erta. Avvalroq u Rossiya go'yoki postsovet respublikasiga tinchlikparvar kuchlarning kiritilishiga qarshi emasligi haqidagi da'volarni izohsiz qoldirgan edi. Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiyaning roziligisiz Ukrainaga tinchlikparvar kuchlarni yuborish mumkin. Bu fikrlarni Emmanuel Macron aytib o'tdi. Fransiyaning Le Parisien gazetasiga ko'ra, tegishli reja allaqachon tasdiqlashning yakuniy bosqichida. O'z navbatida Rossiya tashqi ishlar vazirligi Macronni Parijni mojaro tarafiga aylantirishga intilayotganlikda va buning uchun har qanday bahona topishga urinayotganlikda aybladi. Yevropa Ittifoqi davlatlari Kiyev, Lvov va Odessaga tinchlikparvar kuchlarni yuborishi mumkin va ular Rossiyaning roziligisiz bu qadamni qo'yishlari mumkin, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron. Ukraina suveren agar u ittifoqchi qo'shinlarni o'z hududida bo'lishini so'rasa, Rossiya rozi bo'ladimi yoki yo'qmi, buni hal qilish shart emas, deya gazeta siyosatchining so'zlarini iqtibos keltirgan. Macronning ta'kidlashicha, har bir Yevropa davlati G'arbning Kiyevni uzoq muddatli qo'llab-quvvatlashini namoyish qilish uchun Ukrainaga bir necha ming kishini yuborishi mumkin. Macron shuningdek Fransiya harbiy xizmatga chaqiruv qayta tiklanmasligini aytdi. Bu noreal variant, chunki bizda endi moddiy baza yo'q, infratuzilma ham yo'q. Bu mutlaqo real bo'lmagan reja, deydi siyosatchi La Vox du Nord nashriga. Shu bilan birga Fransiya prezidenti harbiylar va fuqarolar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash zarurligiga e'tibor qaratdi. Fransiyada harbiy xizmatga chaqirish 2 asr davomida turli shakllarda davom etdi va ammo 1996-yilda to'xtatilgan. Macron Fransiya Ukraina qurolli kuchlariga qo'shimcha Mirage 2000 qiruvchilarni topshirishini ham tan oldi. Yetkazib berishlar ishlatiladigan 3-mamlakatlardan amalga oshirilishi mumkin, deydi u. Ukraina qurolli kuchlari Fransiyada ishlab chiqarilgan ilk Mirage 2000 qiruvchilarni 2025-yil fevral oyida qabul qilib oldi. Samolyotlar Mika havo raketalari va Scalp qanotli raketalar, shuningdek ASM Hammer boshqariladigan bombalari bilan qurollangan. Rossiya tashqi ishlar vazirligining Kiyev rejimi jinoyatlari bo'yicha maxsus topshiriqlar elchisi Rodion Miroshnik Macronni Parijning Ukraina mojarosiga aloqadorligini ehtimolini bahona o'ylab topishga uringanlikda aybladi.
Rossiyaning Vinadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili Mixail Ulyanov o'z navbatida Fransiya prezidentidan nima uchun fransuz tinchlikparvar kuchlari, masalan, global janubdagi tinchlikparvar kuchlardan yaxshiroq degan qarorga kelgani haqida savolni o'rtaga tashladi. Shu yilning 5-mart kuni Makron Rossiya, Parij va Yevropa uchun tahdidga aylanganini aytib, Yevropa ittifoqini himoya qilish uchun yadro quroldan foydalanish masalasini muhokama qilishga chaqirdi. Kreml Fransiya rahbarining bayonotini to'liq qarama-qarshilik deb atadi. Bloomberg avvalroq Makron va Buyuk Britaniya bosh vaziri Kier Starmer 37 ta davlatni xohlovchilar koalitsiyasini yaratish uchun jalb qilishga urinayotgani haqida xabar bergan edi. Gap Ukraina hududiga tinchlikparvar kuchlarni joylashtirishga va Kiyevga xavfsizlik kafolatlarini berishga tayyor bir guruh davlatlar haqida bormoqda. Oldinroq Times gazetasi Buyuk Britaniya hukumatidagi manbaga tayanib, Buyuk Britaniya Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar sifatida qo'shinlarni kiritishni rejalashtirayotgani, ularning ushbu mamlakatda qolish muddati cheklanmasligi haqida xabar tarqatgandi. Suriyaning muvaqqat prezidenti Ahmad Ashara 5 yillik o'tish davri uchun mo'ljallangan vaqtinchalik konstitutsiyaviy deklaratsiyani imzoladi deb xabar bermoqda Al Jazeera nashri. Unga ko'ra Ahmad Ashara ushbu deklaratsiyani imzolar ekan, mazkur hujjat Suriya uchun yangi tarix boshlanishiga umid berishini ta'kidlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, vaqtinchalik konstitutsiyada bundan oldingi konstitutsiyaning ba'zi jihatlari, jumladan davlat rahbarining musulmon bo'lishi hamda huquqshunoslikning asosiy manbai sifatida islom huquqini o'rganish shartlari saqlanib qolingan. Hujjat so'z va matbuot erkinligini hamda ayollarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy huquqlarini ta'minlovchi qoidalarni o'z ichiga oladi. Mazkur qoidalar Suriyadagi notinch siyosiy vaziyatda ijtimoiy xavfsizlik va erkinlik o'rtasidagi muvozanatga xizmat qiladi, deydi loyihani tayyorlash qo'mitasi a'zosi Abdulhamid Al-Avak. Shuningdek, ushbu hujjatda hokimiyat tarmoqlarining ajratilishi va sud tizimining mustaqilligini mustahkamlangan. Jumladan ayollar huquqlari, fikr bildirish erkinligi va ommaviy axborot vositalari erkinligi kafolatlanadi. Deklaratsiyada Bashar Asad rejimi davrida sodir etgan jinoyatlar uchun sud javobgarligiga tortish masalalariga ham alohida to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari, mazkur konstitutsiyaviy deklaratsiya Suriya Xalq Kengashiga amaldagi prezidentni lavozimidan chetlatish yoki uning vakolatlarini cheklash huquqini ham beradi. Suriya Xalq Kengashi prezidenti lavozimidan chetlatishi yoki uning vakolatlarini cheklash huquqini olishi mumkin. Ammo bu jarayonning amaliyotga ko'chishi deyarli imkonsizdir. Sababi Suriya parlamentining 3/1 qismini aynan prezidentning o'zi tayinlaydi, deyiladi Al Jazeera nashri xabarida. Suriya Livan hududiga katta artilleriya zarbasini berdi. Bu haqda Livanning Al Jadid telekanali xabar bermoqda. Damashq bombardimon qilish uchun salob o't tizimlaridan foydalangan. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, voqea 4 nafar suriyalik harbiylar mamlakat hududiga kirib, mahalliy kuchlar bilan jang qilgandan so'ng boshlangan. Suriya Mudofaa vazirligi o'z navbatida Hizbullohning 3 ta harbiy xizmatchini o'g'irlash va o'ldirishda ayblamoqda. Guruh buni rad etgan, biroq Livan Qizil Xochi jasadlarni allaqachon Suriya tomoniga Jusiya nazorat o'tkazish punkti orqali topshirgani ma'lum. Livanning chegara hududlari aholisi uchun ichki evakuatsiya amalga oshirilmoqda. Netanyahuning Isroil ichki xavfsizlik xizmati rahbari Shin Betni ishdan bo'shatish haqidagi taklifi mamlakatdagi siyosiy holatni izdan chiqarishi mumkin deb xabar bermoqda Al Jazeera nashri. Unga ko'ra, Isroil bosh vazirining mazkur bayonotidan so'ng muxolifat yetakchisi Yair Lapid Netanyahuning o'zini iste'foga chiqarish kerakligini ta'kidladi. Agar ichki xavfsizlik xizmati rahbari ishonchni yo'qotgani uchun iste'foga chiqariladigan bo'lsa, birinchi bo'lib Netanyahuni ishdan bo'shatish kerak. Isroil hukumati allaqachon unga bo'lgan ishonchni yo'qotdi, deydi Lapid. Shuningdek, yana bir muxolifat siyosatchisi Yair Golan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ko'p yillar davomidagi rahbarligi davrida mamlakatni allaqachon diktaturaga aylantirib olganlikda ayblagan. Netanyahu o'zini xohlagan narsani qila oladigan oliy hukmdor deb hisoblaydi. U korrupsioner. Hukumat esa uning buyruqlariga so'zsiz bo'ysunib, u xohlagan ishini qilishiga sharoit yaratib beryapti, deydi siyosatchi. Bizda hozircha shular. Xalq so'zini kuzatishda davom eting.